Organizm immunitetini ko'taruvchi, allergiyaga qarshi kurashuvchi, oshqozon, me'da-ichak kasalliklarini davolashda va antibakterial xususiyatga ega bo'lgan yantoq va temir tikan haqida gaplashamiz va tayyorlanish usulini ko'rsataman. Temir tikan o'simligi yurak faoliyatini yaxshilashda, ishtahani ochishda, jinsiy faollikni oshirib, siydik haydovchi, yumshatuvchi, gijjalarni tushiruvchi, hazm jarayoniga katta ta'sir ko'rsatgani sababli bemalol ikki mahal katta hojatga bemalol kirasiz va siydik yo'llarda tiqilmalar paydo bo'lsa, hattoki parchalovchi hisoblanadi. Temir tikan antioksidant, yallig'lanishni oldini olib, revmatizmga juda ham foydali hisoblanadi. Temir tikanni olamiz, bir qoshig'ini yaxshilab yuvamiz. Yantoqni ham xuddi shu holatda yuvib olamiz. 1 litrli, ya'ni bankaga bir qoshiqdan solasiz, qaynagan suv solib, kechasi tayyorlab qo'ying, xohlasangiz 20 daqiqa oldin tayyorlab, kun davomida bemalol ichsangiz bo'ladi. 3 yoshdan boshlab 100 yoshgacha ichishimiz mumkin. Mumkin emas holatlar homiladorlarga mumkin emas. Qoni o'ta tez pasayib ketadiganligi mumkin emas. Qolgan holatlarda esa bemalol foydalana olasiz va immun tizimni tiklab beradi va